Necha kun sonra Amerikada tarixiy futbol voqeasi bo'lib o'tilishi kutiladi. O'shandayki bilamiz, 2026 FIFA futbol qahramonligi Amerika, Meksiko va Kanada mehmonligida bo'lib o'tilishi kutiladi. Shu munosabat bilan Amerikada ham qizg'in kutib olinmoqda. Amerikaning faxriy eyalatlarida hozirliklar qiziq bir shaklda boshlangan. Ko'rinishicha, hozir shaharda turli yerlarida FIFA logolari, sambollari bezangan va shaharda minglarcha mehmon faxriy o'lkalardan huzur topgan. Hozirliklar qiziq bir shaklda boshlangan. Tarixiy voqea necha kundan sonra Amerikaning farkli eyalatlarida, xususan New Jersey, New York en büyük shaharlarida bo'lib o'tilishi kutiladi. Biz ham bu shaharlarda bo'lib o'tadigan bu tarixiy musobaqalarni yaqindan kuzatib, sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz.